Talabalar turar joyiga to'lovni amalga oshirish uchun sizga taqdim etilgan shartnomada ko'rsatilgan hisob raqamlariga istalgan bank orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin yoki mobil telefoningizda o'rnatilgan to'lov dasturlari orqali talabalar turar joyiga onlayn tarzda to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Buning uchun mobil ilovaga kirib, to'lov bo'limidan ta'lim tugmasini bosasiz va undan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligini tanlaysiz. To'lov turiga yotoqxona uchun to'lov tanlanadi hamda pastda talabaning JSHIR raqami kiritiladi. Davom etish tugmasini bosib, ma'lumot to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilib, to'lov miqdori kiritiladi va yana davom etish tugmasi bosiladi. To'lov haqida ma'lumotlar oynasini yana bir marotaba ko'zdan kechirib, to'lash tugmasini bosasiz va sizga to'lov kvitansiyasi taqdim etiladi. Ushbu video lavha qo'llanma tarzda tayyorlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.